Menimcha har bitta ayol kishi orzu qilsa kerak, oshxonasiga mebellarni o'rnatgandan so'ng обязательно stolishniца va ostrov qismlarini kvars toshlardan qilishdi. Mana o'rtoqlar, bugun biz Chorsuvda joylashgan yana bitta ajoyib fayzli xonadonimizga o'zimizning kvarsiviy toshlarimizdan stolishniца ertalab choy ichishlari uchun kvarsiviy toshimizda stollarni qilib berganmiz. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Toshimizning dizayniga alohida e'tibor berasizlar. Dizaynlarni, uylarini dizayniga moslagan holatda uyni egalari mana shu narsaga e'tibor bergan holatda bu narsalarni tanlaganlar. Bu yerda bizning stolishniца qismimizga отдельно e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Bu yerda moykalarimiz doimgidek pastdan yopishtirilgan holatda. Endi bu yerda asosan bu narsa to'g'rashlari yoki da kofelarni tayyorlab mana shuni ustida bu mehmonlar kelsa agar shu yerda narsalarni tayyorlash holatlarini qilsalar kerak. Bu yerda biz отдельно bu tomonda oshxonalarni ham o'zimizning kvarsiviy toshlarimizda qilib berganmiz. Uni ham hozir sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agarda siz ham o'z uyingizga mebellaringizning remontlarini boshlagan bo'lsangiz yoki da mebelingizni remontlari bitgan bo'lsa, oshxonangizga sifatli hamyonbop kvarsiviy toshlarni qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Menejerlarimiz o'zlari sizga to'laqonli kvars toshlari to'g'risida ma'lumotlar berib o'tishadi.